3 milyon 800 ming so'm. Yo'q, 3 3 milyon 800 mi? Nash komplekt 3 Nash milyon komplekt 800. 3 milyon 800 ming so'm. Shkafning kichkina deydi ular. Yana shkaf. 2 metr bo'ladi balandligi. Uzinasam 2 metr bo'ladi. Kosmetologlar, klinikalar, salon krasotalar uchun zo'r narsa. Чистый Kitay. Kitayning tovari. Biznesmen og'alarimiz uchun zo'r taklif. Trade firmaning vajlari. Issiqda rangini ham o'zgartirmaydi. Assalomu alaykum, Said qobnashlari. Qo'mislar, qaramanglar, kayfiyatlar zo'rmi? Bugun Urganch shahrida yangi ochilgan mebel markazi do'konina yetib keldik. Mebel markazi do'koni Ro'za Ramazon oyi munosabati bilan va yangi ochilgani munosabati bilan mebellari zo'r chegirmalarni qo'yib berdilar. Xudo xolasa ichana girib, ushbu chegirma va aksiyalar to'g'risida batafsil ma'lumot olib chiqishga harakat qilamiz. Keyin biznesmen og'alarimiz ushbu videorolikni to'liq oxiridan ko'ringlar, siz uchun foydali bo'ladi degan umiddaman. Zo'r stol-stullar bor. Antika stol-stullar. Xudo xolasa ichana girib, sizlarga batafsil ko'rsatib o'tamiz obunachilar. Videorolikimizni boshlashimizdan oldin esa kichkina ijodimizni qo'llab-quvvatlab, bir like bosib, обязательно kommentariy yozish yoddan chiqmasin. Mebel markazi manzilini tushuntirib beradan bo'lsam, Shveyniy fabrikani binosida joylashgan bo'ladi. To'g'rimizda Urganch shahar xotira maydoni, chap tarafimizda Urganch shahar hokimiyati. Xotira maydonini orientir qilsangiz bo'ladi, shuni ro'parasida bo'ladi. Chap tarafimizda esa Rayhon kek. To'g'ri qarab ketsangizda Dehqon bozor tarafiga qarab ketasizlar, keyin oldimizda yana ko'rib turgan bo'lsangiz, Xalq banki qo'limdan ko'rsatib turibman, keyin sal beriroqda IT park, asosiy orientir Xotira maydonining ro'parasida bo'ladi. O'ng tarafimizda esa urologiya obunachilar. Firuz Xorazm Shveyniy fabrikani binosida joylashgan bo'ladi. Plakatlar ham chiqarilgan, mebel markazida yozib qo'yibdi. Xudo xolasa sizlarga yangiliklarni ko'rsatib o'tamiz. Assalomu alaykum. Xumoyin, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Allohga behisob shukr. Mebel markazi do'konini ishga tushirib oldingizlar, to'g'rimi? Allohga shukr, asosiy. Ilohim shu xalqimizga foydasi deyadan zo'r do'konlardan birisi bo'lsin. Biz obunachilarimiz bilan bir oldin salomlashib o'tasiz, keyin bir chetdan tanishtirib o'tamiz mebellarni. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Xudo xolasa, do'konimizning obzorini boshlaymiz. Birinchi noladan boshlaymiz shunda? Qarang og'a, birinchi bizda hozir bu Urganch shahrida bo'lmagan narsa mebellardan boshlaymiz. Bunning narxi hech yerda yo'q. Spalniy komplektlarni aytib turasiz. Spalniy komplektdan boshlaymiz. Bo'ldi, boshlaymiz esa. Birinchi spalniy komplektimiz bizda 5 predmetli bo'ladi. Ho. 2 dona tumbuchka, 1 dona trumo, 1 dona shkafi va 1 dona spalnisi bo'ladi. Matrasi отдельный sotiladi. Asosiysi narxi. Narxi 3 milyon 800 ming so'm. Yo'q, 3 milyon 800 mi? so'm. Lekin qarang, 3 milyon 800 ming so'm, lekin spalniy, bilmadim obunachilar. Yo'q bo'lsa kerak. Matrasi bo'lmaydi lekin, ha? Yo'q, matrasimiz ham o'zi necha so'mdan boshlanadi matrasi? Matrasning summalari ham hozir toza ochganimiz munosabati bilan chegirmalarda turibdi. Aha. Matrasimiz 700 ming so'mdan boshlanadi, 1 milyon 800 ming so'mgacha. Tushunarli. Savdo ustida galishtirib berasizmi? Savdo ustundagi galishib bo'lmaydi. Bizda kompyuterga girilgan и Toshkent bahoda mebellarimiz. Tushunarli. Lekin haqiqatda arzon ekan, 3 milyon 800 bo'ladigan bo'lsa obunachilar. Keyin Byanning High-tech variantimizga kelsak, bu o'zi bir необычный variantimiz, klassik variant desak ham bo'ladi buni. Nima? 4 million so'm bahosi. 4 milyon. Bundan shu 2 dona tumbuchka, trumosi bo'ladi. Shkafi, spalnisi bo'ladi. Shkafini ham ko'rsatib o'tadi shuni. Shkaf ham katta bo'ladi. Ha. Uje beda vishilkalari bo'ladi. Vishilka keltiradi, qo'yib beriladi. Ha, vishilkalari bo'ladi. Bon tarafimiz kiyimlarni taxlamoqqa udobniy. Tushunarli. Lekin chiroyli ekan bu komplekt. Obunachilar, ko'ringlar, ixchamgina. Keyingi komplektimizga keladigan bo'lsak, og'a, bom kichkina narsa emas, bom katta narsa bo'ladi. Tovarlari zo'r og'a, moshni, garantiyali narsa bo'ladi. Kupe varianti ekan, ha? Avval bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Eshiklar ham qo'lda ochilib beklanadi. Bundan shu shkafi, trumosi, spalnisi, 2 dona tumbuchkasi bo'ladi. Bu korpus joylar ham hozir korpus joylar kichrayib botirib qo'ygan kundan-kuna. Oshlar ham udobnidan bu kichkina xonlar ham o'rnashib ketaveradi. Mana ko'rinishidan bu ham normalniy, lekin domam kichkina emas. Mana bahosini ham 4 million so'm aytib qo'ydik. Zo'r. 4 million so'm. Qarang og'a, bu spalniy komplektimiz orqi shkaflarni kichkina ko'rib turgan bo'lsalar, bular 3 eshikli bo'ladi.
3 eshikli kupeni bo'ladi yana. Shkafi katta bo'ladi. Чистый, high-tech variantda bo'ladi. Akkuratni, zakonli narsa bo'ladi. Bundan spalnisini ham ko'rib turibsizlar, spalnisini ham tovari zo'r ağa. Konkret narsa. Buni bahosini 4 million 400 ming so'm etib qo'ydik. Necha xil rasvetkalari bormi? Rasvetkamizda 2 xil rasvetkamiz bor. Oq sveti bor, ikki mokri svetidan bor. Shkafni kichkina didonlar. Yana shkaf 2 metr bo'ladi balandligi. Uzunasi ham 2 metr bo'ladi. Men bemalol ishlarni ochib ko'ramiz yana. Klientlarimiz ham kelib bir qator Shu yana aytganingiz temna seriya sveti bor. 2 xil rasvetkasi bor dedingiz. temna seriya svet bor. Ha. Aynan. Kupe variant bor. Kupeni variant bo'ladi bizda hammasi. Ajoyib. Bularda ham bir yeri zo'r, spalnisi kattaroq bo'ladi bular. 210 170 bo'ladi spalnimiz. Zo'r gap yo'q. Yandagina trimosi. Trimosi ham katta. Trimosidan keladigan bo'lsak, trimosi eng kattasi hozir bu yerda. Uzunligini o'zi 120. Trimomizni bemalol ko'rishlari mumkin. Kosmetika bir narsalarni saqlab qo'yadi-da ayollar. Zo'r. Joylarimiz polni yetadi hammasini. Zo'r. Buni bahosini aytib beradi. Buni bahosi 5 million so'm. Bez matras bo'ladi, Bez matras bo'ladi. 5 million so'm. Bemalol kelib, bizda muddatli to'lov bor. Xolasa klientlarimiz muddatli to'lov rasmiylashtiramiz. Xolasa naqd и terminal. Xumoy keyin dastavka nelardan bo'ladi? Dastavkamiz bizda tak sharichimiz besplatniy. Yo'q. Ustanovkamiz ham, dastavkamiz ham. Rayonga chiqadigan bo'lsak, endi rayonda ustanovkamiz besplatniy bo'ladi, dastavkamiz platniy bo'ladi. Ha. Shunda ustanovka besplatniy axir. Ustanovka besplatniy 100% garantiyali bo'lib, klient o'zi xohlaganini aytib qo'yib beriladi. Keyin agar korpusda yashasalar 3-4 etajga chiqarish kerak bo'ladigan bo'lsa, nechik bo'ladi? Ağa bizda korpusda masalan ko'p odam aytganingizdan korpusda yashaydi-ku. Bizda u problemasiz. Bizdan uchundasi upakovkada keladi bu. Fabrichniy mahsulot. Ha, bo'ldi. O'zlaringiz yig'asizlar-da, o'zlarimiz yig'ib taxlab beramiz. Unda zo'r. Ağa qarang endi. Bizda tozagan mahsulotlarimiz bor. Tozagan mahsulotlarimiz чистый og'acha o'xshaydi. Mokri svet bilan dekoratsiya. Zo'r. Shkaflari 4 eshik bo'ladi. Balandligi 210 bo'ladi bular. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Oynalar ham sifatli. Polkalari yog'ochni eslatadigan-da. Yog'ochni eslatadigan. Keyin unda spalnisini keladigan bo'lsak, spalnisini tovarlari shunday zo'r. Mo'yshi tovar deb aytiladi. Bu dog' bo'lsa ostidan sirk qo'yaveradi. Dokansa shu mягкий ketgan ekan-da. Avval. Dokansa mягкий bo'ladi. Zo'r ish. Trimosi. Trimosi ham katta bo'ladi. Trimosi ham katta-na. Ha. Bemalol hamma narsasi garantiyali. Ishlatib turgan zapchastlarimiz hammasi garantiyali-da bizani. Ağa qarang, oddiylikni yaxshi ko'radigan odamlar uchun bu. Oddiy bo'ladi. Hech qanday yaldirovka narsa bo'lmaydi, обычный narsa bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Eshiklari kupeni bor, ulli shkaf bo'ladi yana. Vishilka salonlari hamma narsasi bor. O'rtasi ham ochiladi. Shkaf kattaligi. Spalnis ham shunday. Oddiy, skromniy. Hozir ko'p odam baribir yaldiroq narsalarni yaxshi ko'rmaydi. Tushundim. Shuni yaratmay kelib boshladik. Bunda ham trimosi. Trimosi oynalar ham katta, udobniy. Bemalol Gelib ko'raverasiz, hurmatli obunachilar. Buni narxini aytib o'taylik endi. Buni narxi 6 million so'm. 6 million. Bittadan bahasi. Bittadan bahasi. Matras bo'lmaydi. Matrasi bo'lmaydi. Matrasi отдельный bo'ladi. Tushunadi. Bu yoqni ko'rsatib o'tamiz. Korishniy svetda ekan. Korishniy svet bu dekoratsiya bo'lgan narsa. Keyin buni eshiklarini o'rtasi kupeni bo'ladi. O'rtasi kupenina. Katta vej bo'ladi. Vishilkalari yuqorida, pastda bo'ladi. Tushunadi. Sal uzoqroqdan ko'rsatamiz. Ko'p og'alarimiz kostyum chavur kiyadi, to'xtatmay. Pastda chavur, kostyumlarni osib qo'ysa, yuqoriga go'naklarni osib qo'yadi. Keyin bon tarafini ham ko'radigan bo'lsangiz, bon taraf ham shunday katta bo'ladi. Ikki cheti обычный eshik bo'ladi mebellarimiz. Kiyimlarni qo'ymoqqa.
Spalnisam dahşat oladi yani. Görüp turibsizlar ku, spalnisam ham hammeri yanqa aytganingizdek miyaqki bo'ladi. Mo'yshi tovarda. Tushunadi. Eng garantiyali vajlar. Turimosunda 4 tane tartması bo'ladi. 4 sen katta. Bemalol klientlarimiz gelip görüp alaveradi. Aynalar ham katta bo'ladi. Yani ko'p odam katta ayna so'raydi bizdan, shuning uchun katta aynalarni kek ko'pmiz. Buni bahasichi? Buni bahasi 6,5 million so'm. Tushunadi. Chiqib, Ispaniyani vыборлari katta ekan. Bu narsalar har xil rasvetkalari bor. Keyin katalog bormi sizda? Katalog bor, обязательно Katalog ham bor katalogimiz ekan. bor. Keyin stullarni ham ko'rsatib o'tamiz. Stullarni to'g'risi obunachilar bu yerda assortimentlari katta ekan. Qaranglar, klinika uchun deysizmi, salon krasotaylar uchunmi? Zo'r shu yerda stullar bor ekan. Obunachilar har xil rasvetkalari bor. Ha, esa bir chetdan narx-navolar bilan tanishtirib o'tamiz. Bular ham skidkadami? Bular ham hammasi skidkada turibdi g'azi. Bu aytganingizdek kosmetologlar, klinikalar, salon krasotalar uchun zo'r narsa. Чистый Kitayning tovari. Tovarlari shunday zo'r, отдельно ham sotiladi. Baribir so'raydi-ku klient. Mesela üstler alacaksınız. Kreslongiz var. Gelesiz, yine üstlerimiz tuttu. Üstlerimiz 1,5 milyon so'm. Tovarlari zo'r. Kürsüsü miyaqki bo'ladi. Kürsüsini ham har xil svetinden bor, topib beramiz. Kürsüsü ham 1,5 milyon so'mdan bo'ladi, danası. Oyoqlari oltin svet bo'ladi, ko'rib turganlaringizdek. Üstlerinin oyoqlari oltin svet bo'ladi. Qaranglar, salatoviy svetlar ham bor ekan, miyaqkilarni. Zo'r. Mana shu neobычный ekan. Neobычныйlarimiz ko'p abi. Stoli 1,5 ekan bu. Aman 1,5 milyon so'm. Stol 1,5 o'xshaydi bu yerdagilar. Orqa kattaroq ekan lekin. Aman, arqalar kattaroq bo'ladi. Sal qimmatroq. Bular sal qimmatroq bo'ladi. Bularning bahosini aytib o'tamiz. Eng kattasi aqa bizda. Teylardan bemalol ko'rishingiz mumkin. Hozir strechlar o'rab ko'pmiz, просто chang bo'lmasin deb 2 million 350 ming so'mdan stol. Stol kattaligi. Kimlar shunday dekorativniy stollar kerak bo'lsa, bu asosan shu biznesmen og'alarimiz uchun zo'r taklif bo'ladi-dan bu. Tamam. Shu biznesmenlar uchun mebel markazidan kelaverasiz bu narsalar. Bular ham oddiy sotiladi? Gullarimiz ham oddiy sotiladi. Uni bahosini-chi? Gullarimizni bahasi 550 ming so'm. 550. Har xilisidan bor gullarni. So'rasalar kelib beraveramiz. Keyin quyma kursilar ham bor. Mana shu quyma-da bu, ha? Bu ağa biznesmen ağalarımız için zor teklif. Trade firmanın vecləri. İssida rengini hem özgertirmeydi ağa. Özen bir özgermeydi. İssidam soğuktam. Bulaşsa doğru üstüne moyka aparatına atıp soğuk taşı öğrediler ağa. Quyma hiç ekan. nesi yok. Hem nesesi kuyma boladı ama. Öte məhkəm. Fast foodlar üçün hem getirdi bu narsa ağa. Bahası 550 ming. 550 ming so'm. Bunam her xilisinden bak. Tamam bu. Her xil kursilar bor ekan. Stollarımız ham bor. Stol so'rab bilganlar uchun. Bu zo'r ekan stol. Stollarımız hem biri demirden bo'ladi, üstü MDF çişmeydi, kırçılmaydı. Bunun bahasini-chi? Buni bahası 3 milyon 100 ming so'm. Bu komplekt kiradimi? Qo'may ya stolning bahasi hozir 3 million 100 bo'ldi. Hozir stolning bahası 3 milyon 100 ming so'm bo'ldi. Xalasala kursilarni har xilsini olishlari mumkin. Bizda kursilarni assortiment ko'p, o'zingiz ham ko'rib turibsiz. Assortiment dim ko'p bizda. Endi hamma narsa sifatini qarab-ku. Avon, hamma narsa sifatini qarab. Immuniy variantlarimiz ham bor ena. Ular ham bemalol ko'raversinlar. Xalasala seri svetidan bor. Xalasala oq svetidan bor. Tushundim. Bularimiz ham sifatli, teyi bularning miyaqki bo'ladi ag'ayna, ko'rjadan. Pulni yuvib, sirib olib ishlataveradilar. Buni bahasini-chi, qo'may? Buni bahasini ham yozib qo'ydi da, bizda hech qanday gizidon narsamiz yo'q. 450 450 ming so'mdan Toshkent bahada turibdi. Dealer store. Bu ham Xitoy aqa. Bu Toshkent bor. Ha, Toshkent. Toshkentda biz dealer store qo'yibmiz bu mahsulot bo'yicha. Tushundim. Go'ngga bu ham neobычный ekan. Yine bu o'zlarimiz ham bayram. Neobычный o'zi bog'da o'tiraman desalar ham, masalan, ko'chada ko'p odam bilasiz-ku. Ko'chaga chiqib o'tiradi yozning kuni. Shu vaqtda ham zo'r narsalar. 435 ming. 435 ming so'mdan olgan danasi. Buni stolni ham aytib beradi. Buni stol ham shu trade firmaning stoli bo'ladi. Ustlari hech qachon qirchilmaydi bu narsani. 2 million 400 ming so'mga. Oyoqlardan polni ko'rishingiz mumkin, karkas do'qilgan bo'ladi. Tushunadi. O'zi. Bu ham neobычный ekan. Keyin buni ramashkalarimizga ham bizlarning.
Bularımız ham toza kirib keldi. Ramashkamizning o'zi 3 dona narsa bo'ladi, kreslosi bo'ladi, 4 million 600 ming so'm. Stoli отдельно sotiladi, stoli 2 million 500 ming so'm ekan. Shunda hozir bunda 1, 2, 3 komplekti bo'ladi. 4 million 4 600 ming million so'm. 600. Stol отдельный. Stol отдельно bo'ladi. Stol 2,5 million ekan. Stol 2,5 milliondan boshlanadi. Asosan ham mehmon kutib olacak bo'lsangiz, kosmetologlar, narsalar, Ama go'zallik salonlari. kosmetologlar hammasine gitib, любой biznesga tushadi bu. Zo'r ko'rsatadi. Hamma biznesga tushadi o narsa bor. Bularning rasvetkasi bor. Ava. Молочный svetidan bor, qora svetidan bor, seri svetidan bor. Ha, har xil rasvetkasini topib berib bilasizlar, xudo xolasa. Xudo xolasa. Sari bo'lsa, sarini ham topib berib. Sarini ham topib beramiz. Ajoyib. Buna hech problema yo'q. Og'a, ko'rib turganingizdek, bunday kursilarning oyoqlari ham damir oladi yana. Ava. O'ta mahkam, quvvatli narsa bo'ladi. Ustlari miyaqki. 6 dona kursisi bo'ladi, 1 dona stoli bo'ladi. Mana stollarni ham ko'rishingiz mumkin. Stollar ham MDF bo'ladi buni. 2 million 800 ming. Obshi 2 million 800 ming so'mga qo'yib beramiz ikkena. Buning Ramazon oyi. Og'a, buni ham shu bahada qo'yamiz 2 million 800 ming so'm. 800 ha. Xolasalar oq ustar, xolasalar qora ustar. Bular bu mягкisi yomon bo'qtamidi ha? Yo'q, mягкisi xudo xolasa ishlasa bo'lmaydi unaqa. Zo'r. Teylari damir o'xshaydi buni. Mana teylari damir oladi, stolniki og'ochdan bo'ladi. Tushunarli. Zo'r gap yo'q. Sifatlari zo'r hammasini. Hem bir yandan chiqarib qo'ysa ekan, ha, kursilarni. Kursilarni Bu yana ko'rsatganimiz ha? Ama bu yani biznes egalari uchun boshqa rasvetkalar yana. Mana rasvetkalarni bemalol ko'rishlari mumkin. Bu stolimiz ham sari ham bor ekan. Sari ham bor, qizil ham bor. Seriyani ham ikki xil sveti bor, ko'rib turganingizdek. Biri ochiq svet bo'ladi, biri temniy bo'ladi. Bahasi ham zo'r. Bahasini 410 ming so'mdan ko'p qilibmiz bu kursi. Ajoyib. Qancha kerak desa topib beramiz. Keyin sizda chinnilar ham bor ekan, ha? Faqat chinnimiz ham bor hozir. Endi toza ochilish munosabati bilan bizda chinnilarimiz bor. Ko'rib turganingizdek 650 ming so'mdan ko'pmiz. İçinde predmet bo'ladi. İçinde predmeti 12 dana predmet bo'ladi. 12'si 650 ming so'm. Ava. Bulardan sanoqlimi? Ya izi bormi? Bulardan xudo xolasa izi bor. Keladi, izi yetib keladi. Lekin ina bu narsamiz og'a, bu narsamiz 900 ming so'm skikkada tutdi hozir. Ava. Bu narsamiz sanoqli lekin o'zi 50 korobkaga kelgan bundan. Tushunarli. Zo'r, ajoyib. Siz ichana kelib, xudo xolasa chinnilarni ham ko'rsatamiz, ha? Chinnilarni bir qator. Ha, bir chetdan aytib o'tasiz endi. Chinnilarga keladigan bo'lsak, og'a, bizda Bogema deysmi, Pichonissa deysmi, naborlarimiz bor, 12 odamlik, 6 odamlik. Har xil naborlarimiz. Undan tashqari bitoviy texnika desak ham bo'ladi. Bizda utuklarimiz bor, dazmollarimiz. Yo'q. Dazmollarimiz ham eng zo'r baholarda tutdi. Görüşleringiz mümkün. Zor narsa 150 ming so'mdan tutdi yana shu tukimiz yana. 150 ming so'mdan. Bizda da har xil rasvetkali utuklarimiz bor. Rasvetkasi ham bor. Xalaqani topib beramiz. Ikkingisini o'tadigan bo'lsak, tefallar bor. Termopod deymi, mikrobkalarimiz bor yana bunday görüşleringiz mumkin. Mikrobkalarimiz ham sifatli, garantiyali narsa, чистый original. Bunda blenderlar bor yana. Shu bahosini aytib o'tdik. Qarangina. Blenderga keladigan bo'lsak, blenderimiz 630 ming so'mdan bor. 680 ming so'mdan bor. Mikrobkamizga keladigan bo'lsak, mikrobkamiz 1 million 380 ligi bor, 1 million 550 ligi bor, 900 ming so'mliklari bor. Termopodlarni. Termopodlarimiz ham har xil bo'ladi. Termopodlarimiz 670 ming so'mlik ham bor, 620 ming so'mlik ham bor. Tushunarli. Keyin og'a eng hozir Moyovka sezon boshlandiku, o'zingiz ham bilasiz-ku, ko'p odamni mashinada tok kuchaytirolmaydilar bor. Как раз shu moyovkachilar shuni tifol olsa ko'pmiz. Ko'rishingiz mumkin. Tushunarli. Zo'r-ku bu. 5 litr suv oladi bu yana. Tifol chistiya. Tok teshikdan bormi? Tok teshishidan. Mana tey. Bemalol ko'rishlari mumkin. 380 ming so'm baho ko'pmiz og'am. Zo'r. Bu nerjavik ekanmi? Nerjavik og'a. Umuman zanglamaydi. Duzaminlamaydi bu tanapanaga. Tushunarli. Endi baribir bizani suv yomon, dozinglashi mumkin. Distillangan suv qo'yish kerak. Distillangan suv qo'yish kerak. Pichonnissalarimiz ham og'a har xilsidan bor, to'g'risi. Endi o'zini dizaynini narsani eng arzon necha so'mdan boshlanadi pichonnissa? Pichonnissamizni eng arzoni bizda hozir 68 ming so'mdan boshlanadi. Eng arzoni. Eng qimmatiga ketaveradi. Agar klient xolasa milliongacha topib berib bilamiz. Tushunarli.
Assortimentimiz dim ko'p. Bagemalar her xillari bor ekan. Bagemalarımızın her xilisinden bor. Xolasalamni shishalar bayna. Ha. Oho. Boshqacha ekan bu. Non qo'yadonlar deysizmi? Hammasidan Ulancha, topsa non oladi. qo'yadi onlar. Qarang, non qo'yadonimizga kattaligini ko'rdingiz ko'ynan. Ha. Kattalik 110 ming so'mdan ko'p aynan. Üstleri shisha bo'ladi, yon taraflari cho'tgina qashqar ham bor. Dasturxonda narsa ko'p turadi-da bu narsa. Keyin nima bagemalarimiz bor. Bagemalarimizni eng zo'rlari chisti original narsa bo'ladi. Manro firmaniki, ya'ni italyanskiy bo'ladi. Keyin sizda fujerlar ham bor ha? Fujerlarimiz ham bor. Fujerlarimiz namozi video davomida ko'rib chiqamiz. Xudo xolasa fujerlarimiz ham Assortiment ham bor ekan. Imundaynak podnoslarimiz bor. Podnoslarimizni har xilisidan bor. 90 ming so'mdan ko'pmiz ekan podnoslarni ham. Mana. Tomonlari cho'tki zanglamaydi. Bu kraskalar umuman o'chishmaydi bunaqa. Keyin bergi podnosimizga yaradon bo'lsak, bu podnosimiz komplekt bo'ladi, aga. 3 dona podnos bu. 3 в 1 deydi-ku. Ha. Mana 3 dona podnos bo'ladi, 520 ming so'mdan. Shuni komplekt ha. Komplekt. Benim yanında qozonlar ham bor ekan ha. 5 ta qozonlarimiz ham bor, Chisti Rossiya 5 ta qozonlarimiz. Bu podarочный nabormi bular? Tendagi? Qaysi? Qoshiqmi? Qoshiqlar o'zi, Ha. qoshiqlarimiz ham har xilisidan bor bizda. Qoshiqlarimizdan bemalol ko'rishingiz mumkin. Bular chisti original narsa, zavod narsa bo'ladi bular. Shuning komplekt bo'ladi и bu qoshiqlarni olgan odamga shuning garantiyali kartochkasini beramiz. Shuni. Tak, fujerlarni martinkalarni aytib o'tamiz endi. Fujerlarni so'rab edingiz aga. Yani fujerlarimiz bor. Aynan qalasalar Martini. Martini 55 ming so'm. 6 dona turadi ichida. Shishalar ham zakonnaga. Bularga yaradon bo'lsak, men Martini deb aytadi. Просто hozir o'zingiz bilasiz, restoranlarda, nalarda ko'p ketib turibdi. To'yxonalarda har xil svetindan bor, masalan, rasvetkalar. Bularga 130 ming so'mdan. Bular qalinroq bo'ladi. Ham chidamli bo'ladi. İki emine Martini'lerimiz var. Ya toylara, nelere, toyxonachilar, çayxonachilar, polniyaga assortiyati bir mandarinlar bilan chetlarni bezab, shunday bir antiqa ish san'ati turibdilar hozir. Polni yetirib beramiz aga bu narsalarni. Keyin emine fujerlarimiz var. Bu rossiyskiga o'xshaydi. Avan, bu rossiyskiy umumiga 3 ming dena. Kirsangiz ham 3 ming dena. Mana bahasına yaradon bo'lsak 260 ming so'm. Tushunarli. Görüp turganlaringiz yağı assortimentimiz dım köp. Yani 5 ta kazanlayla. 5 ta kazan, tavanlarımız ağa opşim zor. Yani mesela şunu alalım bolsak, qarang. Gerek vaqti ruchkasini qo'yadi, gerekmas vaqti olib qo'yaveradi ekan. Tushundim. Chisti garantiyali firmenli narsa. Ko'pchilik egallamaydi-da, shu ruchkasini olib qo'ysa, Avan. bir yere liqib qo'yaradi-da. Narxini yaradon bolsak, 280 ming so'mdan ko'pmiz ish tomoni. Zo'r. Kazan. Kazanımız ama her xilisinden bor. Görüp turibsiz-ku, kichkinasi, ullusi. Yani bular 4 kiloluk bulaylar. 4 kiloluk kazanlarımız. Bular ham teyler, yani okatın teyleri olmaydi, yapışmaydı okata. Polni alıp ishlatsalar oladi, yani sifatli narsa ağa. Mana bahasini 410 ming so'mdan qo'ydik ağa. Komplekt bo'ladi ama. Yo'q, bu O'zimi? bu bir o'zi bo'ladi. Ha, bir o'zi. Xalasalar komplektli desalar, komplektlisini ham oldirib beramiz, katalog bor. Yani aytganingizdek mehmongalari bor, uyda o'zingiz o'tiradigingiz bor. 2 dona kreslo olasiz, yani 2 dona kreslo, xalagan rasvetkangizda bor bizda kreslo. Stolimizni ko'rib tursiz, stolimiz qalinliklarni ko'rib tursiz-ku. Yo'q. Qalin ham og'ir, zo'r vajaga 1 million 890 ming so'mdan ko'pmiz ish stolni. Tushunarli. Kreslolarni klientlarimiz o'zi kelib, xalaganini ko'rsalar, endi pullar har xil-ku, o'zingiz bilasiz-ku, shuna qarab chiqarib beramiz. Arzon baholarda. Tushunarli. Muddatlar ham bor ha? Ha, muddatli ham bor. Bunda oksvetining stolni. Xullas, rasvetkalardan problema bo'lmaydi. Option problem Kataloglar ham bor, bunachilar. Agar kerak desalar, uni bardaqlar ham baylan. Bardaqlar ham sotiladi. Отдельно desa. Bu narsani bardaq desa ko'p odam biladi. Asosan shu turklar ishlatsa kerak, choy ichib, kofe ichib. Endi hozir bizda ham rivojlandi. Olib qo'yib yurganlar.
Shuning uchun bemalol mebel markazini murojaat etsalar, Chinda Samshodan bitib ketadi ag'a. Ajoyib zo'r. Yer o'zi Chinda markazining ikkinchi filialidan. Bizda Tushundim. arqa do'konimiz bor-ku, bilasizku. 9 etaş ekan. Ha, u 9 etash ekan. Bu ikkinchi filialimiz. Bemalol kelib xarid etaveradilar ag'a. Tushunadi. Siz hurmatli yurtdoshlar, mebel markazi do'konini lokatsiyalarini kommentariyada yozib qoldiraman. Shu lokatsiyaga o'tsangiz adashmang kelasiz. Undan tashqari videoning boshida manzilni to'liq aytib tushuntirganman, shuning uchun videoni o'tirmang, ko'ringlar. Xumayn esa menimcha bo'ldi o'xshaydi. Obzor uchun katta rahmat Sog' sizga. bo'ling ag'a. Siz ham katta rahmat tashrif buyurganingiz uchun. Sog' bo'ling. Xudo xolasa meni kutib qolamiz. Hurmatli yurtdoshlar, bugungi videorolikimiz sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, bir like bosib kommentariy yozish yoddan chiqmasin. Xayr, sog' bo'linglar.